Abdullayev Mansur usta. Bugün Oldari filiali tomonidan tadbirkorlar uchrashuvini navbatdan keyingi uchrashuv mijozlar bilan tadbirkorlikni va fuqarolar bilan navbatdagi uchrashuv o'tkazish belgilangan. Bundan asosiy maqsadimiz tadbirkorlik tashqarisidagi bor fuqarolarga tadbirkorlikni boshlash uchun yordam berish, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan mijozlarga tadbirkorlik faoliyatini yanada kengaytirish maqsadida kreditlar ajratish va shu bilan birga yangi ish o'rinlari yaratish maqsadida tumanimizdagi ishsiz fuqarolarni ish bilan ta'minlash, tadbirkorlikka yo'naltirish, daromadini oshirish asosiy vazifa qilib belgilab olganmiz. Bank faoliyatini dastlabki boshlash uchun 5 million so'm biznesga birinchi qadam qo'ydik. Bundan keyingisi mahalla loyihasi 50 million so'mgacha avval imtiyozli kreditdan foydalangan kredit tarixi yaxshi fuqarolarga beramiz. Bundan keyin yanada kengaytirish va kattaroq yirik tadbirkorlarimiz uchun 300 million so'mgacha 312-sonli qaror doirasida 100 million so'm bezalok, 100 milliondan 300 million so'mgacha bo'lgan qismi garov taqdim qilgan holda ajratiladi. Bizda yanada kengaytirish istak, xohishi bor fuqarolar bo'lsa, marhamat, savollaringiz bo'lsa beringiz.